Dal hozir sirtlar yaqtirib yavatgan qo'g'so'manning oiladagi qilish usuli bormi degan tuqqanliga oiladagi eng qulay bo'lgan usulni keldim. Qilish usulimi nihoyat oddiy bo'lib, bir qatim ko'rsangiz chuqur o'rganaysiz, hamda gunish boshlaylik ketdik. Avval qo'g'o go'shtini cho'ng kishilikni muvofiq qilib to'g'rab olamiz. Ko'kot yoshlardan bak addiya do'stlar, ko'k qizillarza, yo'baysay, zanjil, sompiya, samsaqlarni bo'lsa, o'zimizning yoqtirish bo'yicha to'g'rab olsak bo'ldi. Qo'rish qutikitimiz qozonga al-nuriyning bulg'anmadan xoli va ijli o'lcham ishlangan tunji siqim 1-darajalik zarangiz mayda muvofiq miqdorda qo'yib, may qizdiganda go'shtni silib, bir nechini aralashtirib qo'riyib bilan muvofiq miqdorda tuz silib, yana davomli qo'rib, go'shtni bir qadar ko'ydirib olib, orqadan zanjil, sompiya, samsaqlarni silib, bir xil mizlik edi chiqqanda bir qush qulozjan silib, yana davomli qo'rib, rangini to'liq chiqarib oliblar. Üstüge muvaffaq miqdorda suv qo'yib 5 minut qaynatib olib, tamtesiz qo'llardan hardan bag'ning purqi alayit kuchlik bo'lgan 60 talqondan nihoyat az miqdorda va yarim qush qizir silib, ko'k qizillarza oldin suvchilib olgan qarmor va yubaysaylarni silib, bir nechini aralashtirib yetib, silib tayyor qilib olgan cho'pni silib, rangini chiroyli chiqarish uchun az miqdorda jon yo'q qo'yib yetib, o'tni juqur qilib davomli 7-8 ni aralashtirib qo'riblar taqsiga olib iste'mol qilishni boshlasak bo'ldi. Hamsa oxirida qo'llash usulidan yurakdan birini besab, piyonlar ayniga gullarni ko'plab yo'llab qo'ysanglar, meni qetib olsanglar, buningdan nodir mazmun kunda huzuringlarda kelarsan ko'rishaylik, xayr xo'sh.